mashina yoki ota-onamni umra ziyoratiga yo'llanma. Assalomu alaykum. Avvalambor hammaga. To'g'ri eshitdingiz. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, mana shu kvartiram yonida bitta mashina turgandi. Bugun qor yog'yapti. Qarangizlar. O'shanga yozib, nasib bo'lsa, Xudo xolasa, inshaalloh shu 2026-yili Xudo xolasa amalga oshadi. Ota-onamga, dadamga mashina yoki ota-onam uchun umraga yo'llanma sovg'a qilaman deb niyat qilib qo'ydim, Xudo xolasa. Hozir ertalab turdim, ishga ketish arafasida niyat qilib qo'ydim. Mashina bor edi, mana ustiga ham mashina yoki umra. Xudo xolasa, orzuligicha qolmaydi, faqatgina yurak urib tursa bas deyishadi-ku. Bizani qanaqa ob-havo bo'lishidan qat'iy nazar hech narsa to'xtata olmaydi. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa, hammasi amalga oshadi. Sizlar bilan birgalikda hammasiga erishamiz. Duo qilib turing. Nasib bo'lsa, Xudo xolasa. To'g'risi, chin dildan niyat qildim. Mana shu qor yog'yapti ekan. Rahmat hammaga. Sog' bo'linglar, charchamaysiz, kuningiz yaxshi o'tsin. Biz davom etamiz. Sizlarga bugun bo'ladigan taassurotlarni ulashib boraman. Rahmat hammaga.